Siz qulupnay deb ataydigan bu meva aslida o'zini soxta qilib ko'rsatmoqda. U nafaqat rezavor meva emas, balki dunyodagi eng iflos mevalar reytingi yetakchisidir. Ammo to'xtang, aynan shu qizil aldov yangisini 2,5 yilga yoshartirish siri bo'lishi mumkin. Keling, bugun bu mevaning genetik kodini va ichki laboratoriyasini birga ochamiz. Botanika olamida hamma narsa biz o'ylagandek emas. Qulupnay aslida ko'p urug'li poya hisoblanadi. Haqiqiy rezavorlar, masalan, kivi yoki uzum, o'z urug'ini meva ichida yashiradi. Qulupnayda esa hammasi teskari. Uning 200 ta urug'i himoyasiz holda tashqarida joylashgan. Siz yeyotgan shirin qism esa meva emas, shunchaki o'simlik poyasining kengaygan uchidir. Lekin bu poya ichida tabiatning eng kuchli quroli antotsianinlar yashiringan. Nature jurnalida e'lon qilingan tadqiqotlar qulupnayni eng kuchli 10 ta antioksidant qatoriga qo'shadi. Bu meva hujayralaringizni zanglashdan, ya'ni oksidlanishdan saqlaydigan haqiqiy qalqondir. Keling, bir tasavvur qilamiz. Xotirangizni 2,5 yilga yoshartirishni xohlaysizmi? Harvard universiteti 20 yil davomida 16 ming ayolni kuzatib, hayratlanarli xulosaga keldi. Haftasiga atigi 2 porsiya qulupnay yeyish kognitiv qarishni sezilarli darajada sekinlashtiradi. Bunga sabab antotsianinlar. Ular qulupnayga qizil rang beradi va miya qon aylanishini yaxshilaydi. Bu xuddi yangisini uchun yuqori sifatli yoqilg'i quyishdek gap. Agar talaba bo'lsangiz yoki doimiy aqliy mehnatda bo'lsangiz, bu sizning eng yaqin do'stingizdir. Ko'pchilik C vitamini deganda darrov limon yoki apelsinni eslaydi. Lekin haqiqat shuki, 100 gram qulupnayda apelsinga qaraganda ko'proq C vitamini bor. Atigi 8 dona o'rtacha qulupnay sizning bir kunlik ehtiyojingizni 100% yopadi. Bu 3 dona qaynatilgan tuxumdagi energiyani o'zlashtirish uchun kerak bo'lgan metabolizm kuchiga teng. PubMed ma'lumotlariga ko'ra, bu immun tizimini xuddi harbiy holatga keltirib qo'yadi. Teringizdagi kollagen ishlab chiqarilishi esa 20% ga tezlashishi mumkin. Meva shirin-ku, qandimni oshirib yubormaydimi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qulupnay bu borada ancha yumshoq tanlovlardan biri. Qulupnayning glikemik indeksi past, taxminan 40 ga teng. Bu shuni anglatadiki, u me'yorida iste'mol qilinganda qondagi qand miqdorini keskin ko'tarib yubormaydi. Buning sababi qulupnay tarkibida tabiiy shakar bilan birga tolalar, ya'ni kletchatka ham bor. Tolalar shakarning so'rilishini sekinlashtiradi. Shuning uchun qulupnay vazn tashlamoqchi bo'lganlar uchun ham yaxshi tanlov. U kaloriyasi past, shirin ta'm beradi va to'qlik hissini uzoqroq saqlaydi. Lekin bitta narsani unutmang, bu cheksiz yeyish mumkin degani emas. Ayniqsa diabet yoki insulin bilan bog'liq muammo bo'lsa, porsiya miqdori muhim. Eng yaxshi variant qulupnayni me'yorida, masalan, bir kunda bir dona. Endi esa ogohlantirish. Qulupnay Dirty Dozen, ya'ni iflos 10lik ro'yxatida yillar davomida birinchi o'rinda turadi. Nima uchun? Chunki uning qobig'i yo'q, hamma kimyoviy dorilarni o'ziga shimgichdek tortib oladi. Agar uni noto'g'ri yuvsangiz, foyda o'rniga zahar yeyishingiz mumkin. Yechim oddiy. Uni shunchaki suvda yuvmang. Idishga suv to'ldirib, bir qoshiq iste'mol sodasi soling va 5 daqiqa kuting. Bu usul pestitsidlarning 80-90% ni yo'q qiladi. Bu ilmiy isbotlangan fakt. Tarixda qulupnayni sevgi mevasi deb atashgan, chunki u yurak shaklida. Lekin eng qizig'i, dunyodagi eng qimmat qulupnay Arno restoranida sotiladi. Uning narxi 1,4 million dollar. Chunki uning ichiga brilliant uzuk yashirilgan bo'ladi. Lekin biz uchun uning ichidagi brilliant bu bizning sog'lig'imiz. Xo'sh, bugun do'kondan qulupnay olmoqchimisiz? Unda esda tuting, qanchalik kichik va qizil bo'lsa, shunchalik foydali. Izohlarda yozib qoldiring. Siz qulupnayni shakar bilan yeysizmi, qaymoq bilanmi yoki shunchaki o'zinimi? Eng qiziqarli javob yozgan obunachimizni keyingi videoda chiqaramiz. Salomat bo'ling, obuna bo'lishni unutmang.